Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar hamda saxovatpesha insonlar. Bugun Surxondaryo viloyati Dinov shahar Dina Ulyanov markaz shifoxonasida mana Abdulla akamiz jonlantirish bo'limida yotibdi. Bir oydan oshib ketganiga. Bizning bugun murojaatimiz saxovatpesha insonlarda bo'ladi. Nima bo'lgan yanga bu yoqqa? Nima kasallik? Jigar. Qattiq gapiring. Jigar yana. Jigar. Oshqozon osti beti. Oshqozon osti bezi yana. Yurak. Yurak yana. Buyrakda ham, ha? Jigari. Jigar, buyrak, oshqozon bezi, yurak. Bir kasallikni jonlantirish bo'limida yotibdi. Mana akamizga saxovatpesha insonlardan yordam kerak bo'layapti. Biz akamizni o'zini karta raqamini qo'yamiz. Shu akamiz sog'ayish uchun kimni qo'lidan kelsa, bu hech kimga majburiy emas. Imkoni yetgan odamlar shu karta raqamiga tashlasa, imkoni yetgan odamlar bu qo'shar duo qilsa ham shunga o'zi kifoya bo'ladi. Inson dunyoga kelishdan onani qornida 4 oylik 15 kunlik homila bo'lganda ana shu insonning taqdiri yozilar ekan peshonasiga. Dunyoga kelib to qabrga ketguncha. Dunyoga kelishdan oldin Alloh taolosin sochib orar ekan. Bandam rizqini terib yesin deb. Qarangki, mana 4 oylik 15 kunlik homila bo'lgan paytda Abdulla akamiz taqdiri peshonasiga mana shu kuni yozilgan ekan. Ya'ni bu kuni issiq jon har insonning boshida bo'ladi narsa bu. Hozirgi kunda mana akamiz dori-darmonlarni olishga, davolanishiga qiynalganligi sababli buni tarmoqqa chiqarishga majbur bo'ldik. Qanchadan beri yotdi yana? 1 yil bo'ldi. 1 oy bo'ldi? 1 yil. Ya, bu yerda yotganiga. 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri jonlantirish bo'limiga yotdi. Mana 1 oydan beri Dinov shahridagi Ulyanov markaz shifoxonasining jonlantirish bo'limida mana shu holatda yotdi. Shu holatda yotdimi? Bir narsa yeyaptimi? Hech narsa. Suv. Faqat suv. Mana shu akamizga qilgan ehsonlaringizdan qolganini yaxshi kunlarga ishlatingizlar. Kimni ko'nglida bo'lsa, kimki yaxshi niyat bilan ehson qilaysiz, mana akamizni karta raqamiga tashlab, karta raqamini pastga qo'yamiz. Akamizni o'zini karta raqami Shafaat va Abdulla deb chiqadi. Shafaat va Abdulla deb chiqadi. O'zlarimizni ehsonlarimizni, ko'ngildan chiqqanlarimizni mana akamizni karta raqamiga tashlab, akamizni sog'ayish uchun, oyoqqa turish uchun, farzandlarini, oilasini boshiga bosh bo'lish uchun o'zlaringiz yordamlaringizni ayamaysiz umidamiz. Yo'q, operatsiya qildirsa bo'ladimi, yo'qmi? Nima uchun? Yurak ko'tarilmaydi. Yurak ko'tarilmay ekan. Mana operatsiya qilish uchun ham jarrohlik yo'llarini qilish uchun ham yurak ko'tarilmas ekan akani. Faqat bu yerda dori-darmonni davolab tikka qilsa bo'ladi. Doriga pul yetmayapti-da. Kuniga 3 million, 5 million. Ha? Kuniga 3 million, 4 million ketyapti. Bir kunda 3 million, 4 million dori-darmon ketyaptimi? Aptekadan 30 million qarz oldi. Yana bir saxovatpesha insonlardan yordam so'rab qolamiz, iltimos qilib topganlar 1 so'mni, 2 so'mni, 1000 so'mni, 10,000 so'mni karta raqamiga tashlab, topolmaganlar esa mana akam sog'ayish uchun bir qo'char duo qilsangiz o'zi kifoya bo'ladi. Chin agar pul topilmaydigan bo'lsa,
ehson qilish imkonini bilmaganlar videoni ko'rganlar like bosib, obuna bo'lib, ko'proq el xalqqa tarqatish uchun o'z hissalaringizni qo'shishni unutamiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang, like bosib esdan chiqmasin. Rahmat.